Assalomu alaykum hurmatli nomzodlar va podpischiklar. Yana yengillik, havo ochildi, ko'ngil ochildi. Mana bitta okamiz chiqyaptilar. Okajon kelavering. Assalomu alaykum. Aka sog'ligingiz yaxshimi? O'zingiz yaxshi. Chetroqqa o'ting aka. Chetroqqa siz tabarruk insonsiz. Qalaysiz, yaxshimi? Rahmat aka. Vizalar qalay bo'ldi okajonim? Rahmat. Bitta oching endi mana bitta dushmanimiz yo'q bizning, negativchilar, akalarimiz, ukalarimiz, yaqinlarimiz o'tirib bitta oching mana. Xudoga shukr yetadi. Voy joning sog'. Biz qancha bo'ldi? Necha oy bo'ldi topshirganingiz aka? 4 oycha bo'ldi aka. 4 oycha bo'ldi. Aka uylanganmisiz? Uylangan. Qaynotangiz, qaynonangiz biz ota-onangiz duosini olgan ekansiz. Omadingiz bersin, ilohiy safaringiz bexatar bo'lsin. Aka nima deysiz maptiga? Akalarimizga, ukalarimizga nima deysiz? To'g'risini ayting. Biz Globalize firmasiga rahmat aytmoqchiman. Shu 4 oy mobaynida aloqaga chiqishib, hujjatlarni hammasini qonuniy qilishib, mana Slovakiya mamlakatiga ishga yuborishga sababchi bo'lyapti. Aka bitta narsa bor-da, hozir firma konsultantliklar bor-da. Endi misol uchun aka oldindan bizga bir oson berganmiz. To'g'risini ayting, hatto akalarda har xil bor-da. Kichikroq to'lov bo'lgan boshida, mana shartnomalarga, dokumentlarga u juda kichkina summa. Mana bu viza chiqqandan keyin qolgan ishonchli 100% hammasi. Okalar bu boshlanishi hali oldinda Koreya, Amerika turibdi. Xudo xolasa birgalikda hammasiga yetamiz. Birinchi o'rinda ota-onaning duosini olinglar. Biz Globalize'da hech qachon yalishmanglar, kuydirmaydi, yondirmaydi. Chotki qilib vizalarni olib beradi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Yaxshi yuringlar. Sizlarga ham omad. Kelinglar, kutamiz albatta. Biz Globalize sizlar bilan hamnafas, sog' bo'linglar.